Ko'pdir ayollik sha'niga befarq boqqan ayollar, oqibatda ko'z yoshlari soydek oqqan ayollar, gulday ayollaring kirib go'zallik degan uyga, go'zal bo'ldim deb chiqsalar tushib kulgili ko'yga, uzun sochlar kalta bo'lib aylanar sapsariqqa, yarim ochiq ko'kragida ko'zing tushar ariqqa, qalin qaro qoshlar go'yo igna misol terilgan, qoshlar terib tashlashga emas husn uchun berilgan, ko'z qovoqlar ko'm-ko'k xuddi eri 3 kun urganday, labga turli bo'yoq bergan haligini surganday, gulday yuzga 3-4 qavat sun'iy suvoq suvalgan, bo'ynidacha shoda simlar chuvalchangday chuvalgan, bul yasama qo'g'irchoqqa qalbing qanday ochasan, tirnoqlarin ko'rganda yo'q joning saqlab qochasan, yeng yoqasiz kalta ko'ylak xuddi tars yorilgudek, shumi chiroy bo'lsa kim ul tuproqqa qorilgudek, ziyon zahmat tegmasin ayt Alloh bergan chiroyga, axir pardoz bermaslar-ku dog'li sanalgan oyga. Bunday o'zdan ketishlari bo'ldi, o'zidan ketsin, bosit bilib bergan borki chiroyga nima yetsin. Ba'zi xotin xonadonda erga tashlanar tikka, xonadonda xo'jayinday da'vo qilar erlikka, er dodini berib bu er bul ishi kamday tag'in, ko'cha ko'yda ham zo'r erur jilovlamasdir jag'in, er o'rnida ko'rmay erni bigizday barmoq sancha, erni haydab boshi ochiq yurganlar soni qancha, qilar ishi sharobxo'rlik tortib turli tamaki, tunlardacha turli mehmon turli tuman amaki, chala yarim pardoz qilib qo'lga qo'yib xanolar, qilar ochiq oydin gunoh ochiq oydin zinolar, buni go'yo go'zal hayot bilib kayfin surishar. Ya alhazar, buni bilsang basharalar burushar, degin kelar ayol bo'lib burching bilganing qani, erga ayol itoati bu haqqa bosh eggani, unutmagin ayolliging har kech har tong ertalab, haq asrasin bo'lishingdan har kun har xil ertalab. Har ayolda iffat iymon bo'lmasin hech mosuvo, har ayolga insof istab qo'l ochib qilgum duo. Nima bo'ldi ko'perlarga? Balki jinlar chalishgan, nazarimda kiyimlari xotin bilan alishgan. Bozor ko'cha aylanarlar kiyib ich kiyimini, chunki xotin tortib olgan ustki kiyar shimini. Shim deb kiygan kalta shimi arang yopar sonini, balki ko'z-ko'z qilmoq bo'lar erkaklik nishonini. Axir to'g'ri kiymaysanmi, ota bobong ne kiygan? Alar kofircha kiyimdan har dam o'zlarin tiygan, sochlar salkam belda tayyor, pilik solib o'rguday, chin insonning bu holatni ko'zi yo'qdir ko'rguday, hujjatida erkak bo'lib quloqqa taqsa baldoq, o'z erkaklik vazifasini bajarar ekan ul qandoq. Yana qiziq, qo'l bo'yinga turli taqin taqishlar, tutib turli tamakini chapillatar saqchilar, otilgaydir og'izlardan har turli shaloq so'zlar, bir ma'no yo'q jalanglagan ko'zlar foydani ko'zlar. Bunday hol bor barcha yurtda, har bir qishloq ovulda, chunki xayol haqda emas, xayollar bari pulda. Xayollarda har behayo harom ishni o'ylashlar, o'ylamasdir oilasin xayolida o'ynashlar. Yana ne deb ta'rif qilay zotingning bunday kasin, ta'rif tamom tez aytunga tezroq qilsin tavbasin. Go'zal bo'lsin har holating, so'zlaring bo'lsin bolday, erkak bo'lib qolsin ayolday. So'zlarim noo'rin bo'lsa mendan qilmagil araz, istaramki sendan ketsin har turli illat maraz. Shirin bo'lsin so'zing bo'lsin qalb go'zal iymon go'zal, barcha dil bir go'zal bo'lsa bo'lgaydir har yon go'zal. Go'zal so'zi nedir o'zi? Avval haqqa yoqishdir, barcha birday ul narsaga havas bilan boqishdir.